Assalomu alaykum qadrli obunachilar. Yaxshimisizlar? Mana bugun 2026-yil 23-aprel. Namangan shahar Ro'bistonda yangi ish boshlash arafasidamiz. Ko'rishingiz mumkin. 4 yil oldin qilganman bu ishni. Mana holati cho'tki turibdi. Biror joyda to'kilgan, anaqa qilingan joyi yo'q. Mana xudo xolasi. Yaxshi. Mana ishimiz yoqqandan chaqirishdi, o'sha yerga yozga oshxona qilibdik. O'choq shart emas ekan. Moyka mana o'rta polkali bo'ladi. Bu chekkada gaz plitamiz bo'ladi. O'sha tepa tomoni 2 metrli plashatkasi bo'ladi. O'rtaga hot-dog pechish ham qo'shaveradi, itmatni ham qo'yib ishlashaveradi, xudo xolasa. Bizni kuzatib boring, bitkan obzorlarni qilib boramiz. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, pastdagi raqamga murojaat qilishingiz mumkin. O'zbekiston, Tojikiston, Qozog'iston, Qirg'iziston, Rossiyagacha xizmatlarimiz bor. Albatta narx kelishilgan holatda. Xudo xolasa bir 10 kun, 11 kunlarda xudo xolasa Tojikiston Dushanbe shahriga boramiz. O'shalarda obunachilarimiz bo'lsa, bemalol bizga murojaat qilishingiz mumkin. WhatsApp nomerimiz ishlaydi, Telegram raqamimiz, telefon nomerimiz o'chadi, Telegram raqamimiz ishlaydi WhatsAppimiz bilan. Buni qurib, ustidagi toshlargacha bosib beramiz. Bizni kuzatib boring. Yo'qsa like bosib, savollaringiz bo'lsa kommentariyaga yozsangiz javob beramiz. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.